Assalomu alaykum Rossiya. Nima uchun Rossiya? Saturn Rossiyaga ketyapti. Assalomu alaykum butun planeta, butun dunyo, O'zbekiston. Xudo xolasa musofirdagi jigarlarim. Men ishgaman, shunchaki birikta tirnovkalar qilaman, birikta ishlarimni bitiraman. Sizlarni ko'rishganlar bilan ko'rishaman, o'tirishamiz, dardlashamiz. Xullas kalom, men xursandman hozir, bilmayman. Gap o'zi kerak emas gapirishim, lekin men musofirchilikka ishlash uchun ketsam kerak deb o'ylagandim, lekin Alloh izniyle tirnovkalarga birikta ishlagan mehmondorchilikka boryapman Rossiyaga. Jigarlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Musofirdagilarni men har qo'limda ochganda duo qilaman. Chunki sizlar oilalaringizga rizq olish uchun jonlaringizni xatarga qo'yib o'zga yurtda yuribsizlar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Rossiya meni kutyapti. O'zbekiston bayrog'i bilan Oktagon Liga bo'risi qiroli o'sha yo'lga chiqdi. Musofir dardini bekitadi, ichiga yutadi uning sho'g'ir. U sog'inadi, o'ylaydi musofir. Oz qoldi do'stim, tinchgina sabr qil. Vaqt g'animat, ko'tarilasan bir kunim.